Qo'qon shahar Chorsida Artizon bo'yida joylashgan pistali oshtabimiz. Kamparlaridan boshlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Toshkent qalampir. O'ziga xos uslub. Butun tuxumlari ham bor ekan. Tuxumni yaxshi ko'raman. Ko'cha osh ham o'zimizni Qo'qonga milliyligimizga xos ovqatlarimizdan bo'lib. Asosiy raksni oshga qaratamiz, pistali osh ekan. Sutli vaduring bilan osh ketadi-yu. 5 xil taomlari bor ekan. Oshxona qadimiy 100 yillik tarixga borib taqalar ekan. 3 avlod vakillari ish faoliyatlarini olib borishyapti. Avloddan avlodga o'tib kelyapti. Pistali oshdan tashqari kiloli oshlarni ham yo'lga qo'yib qo'yishdi akalarim. Kimga qiziq bo'lsa, pastdagi nomerlarga telefon qilsalaring, Qo'qon shahri bo'ylab dastlabki qilib jo'natib yuborishadi. Burda kavoblari. Qo'y kavoblarini yeb ko'ramiz. Qiyma kavob. Kavobda jazosini piyoz beradi-da. Qo'qon Chorsida Artizon bo'yida pistali oshda barchalaringni kutib qolamiz. Sog' salomat bo'lasizlar. Taomlarini mazasiga umuman gap yo'q ekan.